$1042dan Ibn Sino 2dan aniq topa olmaysizlar. Bunaqa kvartira Toshkent tumanida ham $1000dan yuqori sotishyapti. Srochniy bo'lgani uchun 83 kvadrat metrli kattalikda 9 etajli domi 5-etajda 3 xonali tabiiy gazli ko'pchilik elektr plita bilan adashtirib qo'yishadi. Zo'r tarafini aytaymi? 50 metr maktab, 30 metr mana bu yoqda bog'cha, Ibn Sino Stroymart, Korzinka, 300 metr bu yoqda masjid, hamma sharoitlari bor. Parkovkadan muammo yo'q. Orqa tarafida aliyasi ham bor. Masalani ko'p kuttirmagan holda ichkaridan hamma ma'lumotini berib, xonadonni ham ko'rsatib o'taman. Ketdi. Tezdan kirib kelish eshigi kattagina prixoshka xonali ketma-ket joylashgan, 83 kvadrat metr kattalikda joylashgan, ko'rib turgan hamma narsalar qoladi deb aytishdi. Har bir xonada o'zini konditsionerlarigacha tayyor holatida turibdi. Stroyniy shkaflari to'g'rida, hojatxonasi yonida yuvinish xonasi, 83 kvadrat metr kattalikda joylashgan. Yonida yuvinish xonasi. Ko'ryapsizlar, kir mashinalarigacha qo'yib ketilgan. Hamma narsa qoladi deb aytishdi. Buni ko'rsatdim. Yonida mehmonxonasi. Ulgurib qolinglar, aniq bilaman, Ibn Sino 2 dan bunaqa narxda topa olmaysizlar. Har bir xonani ichida o'zini konditsionerlarigacha ilingan, eshiklarni ochib qo'yganman. Bu yana bitta yotoqxona. Remont holati zo'r turibdi. Yaqinda remont qilib qo'yishgan ekan. Oshxonasi bo'lsa, bu yoqda o'tirib ovqatlanish uchun ham sharoitlari bor. Konditsionerlari ham tayyor. Narxi $86,500, umumiy maydoni 83 kvadrat metr, 9 etajli domi 5-etajda joylashgan.